Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Aziz, hurmatli she'rsevar do'stlarim, sizlarga o'qib beradigan she'rimiz tinib tinchimas. Ko'ngilga tegmaydi bu non hech qachon. Bir xilda turmaydi bu jon hech qachon. Turmas to'xtab bizga bu on hech qachon. Ko'ngilga tegmaydi bu non hech qachon. Shuning uchun odamlar tinib tinchimas. Borar yo'llarini aytmang eng uzoq. Birlari ochiqdir, birlari tuzoq. Qo'rqoqlik yengilish demakdir biroq. Shuning uchun odamlar tinib tinchimas. Biri ikki bo'lsa qanday yaxshidir. Yashamoq fayzi ham aslida shudur. Sog'lom tan jonlarga mehnatdir huzur. Shuning uchun odamlar tinib tinchimas. Ilohiy a'zolar, qo'l oyoqlar sog', ko'zlar porlayapti, kayfiyatlar choq, orzular bisyor, kerak bog'roq. Shuning uchun odamlar tinib tinchimas. Uylar qurish kerak, qurishsin mayli, mehnat safar qilib yurishsin mayli, yengil og'irlikni ko'rishsin mayli. Shuning uchun odamlar tinib tinchimas. Allohim deganni Alloh qo'llaydi. Ishini sevganni Alloh qo'llaydi. Allohdan ozdir ko'p barcha daromad. Allohdan kutilganlar bo'lar salomat. Shuning uchun odamlar tinib tinchimas. Mehnat baxt keltirar, g'iybat dard keltirar. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Qo'l mehnatni sevadi, ko'z hamyonni. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli. Odam urush qilish uchun emas, mehnat qilish uchun yaratilgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.